Mevlın'ın hikmetleri Vay alan etçay Molla Zeyd'in seley çakan Çayxana kirmeli mi? Samkam'ın çakçakları Hamşey uludu. Molla Zeyd'in seley çakan Samkam'ın Rasteysi. çakçakları Valla. Koş kene çaylağı bekinglar bugün çayımdan alaydı temi alaydı acaba bugün çayımdan kene ilinglar lıklap koya ya valla kene çay içsinler acayip çaylar bacıma türleri bekcek temi alaydı temi her xil hoş meymallah adlıka kene Gam? çay içsin hoş Samaviranın ot içip kaldı mı? Çayların ulgemeydi o. Çaylama var, ot öçüp kaldığa iş yok. Adlaka hatırcan bulunga. Muş hararetim bilen şunda kayıntıp ettim ki samaverni ayhannas. Vekşi kaynatıdı meyman. Siz nemi çay içtiniz? Onda o suğamaydı o. Qanday çayları ba dep qapsiz bu çayxanamda her xil çaylar ba. Bulupmu hazır muşum en moda bolayotgan çaylardan muşu sirdishim markalık her xil muşu mevlaning ta'mi mujassamlangan her xil tamdagi sirdishim etgan çaylar ba. Shuningdan bir keltiraymi ya alaydi meyman bo'lgandek. Çataq yo'q ichile. Çataq yo'q. Rahmat. Hazır tayyor bo'ldi. Ha, qina. Qani, çay içinglar. Eyvallah. Qani. Samaverlarga vahshiy qaynayotidu. Qanchalik desanglar çaylar ba. Oldinlardagi tartib turimlardan og'ash, shundaqmi adlaka? Bugun mushu choy qayntima debsan, charchab qoldingmi? Qana deysa? Inkasing toza. Ya charchab qolmadim. Biroq mening mushu yaqinda intamim bor emasmi? İmtiham? Shuning tayyorlik qilib deb kashflab shu sal. O sen imtihan berip, imtihanda ötüp hazırlık idaranı işlevatkan sen. Ya oğul. Ama idare diyenden kesbi imtihanda başka nemi imtihan Şu- var. şunu deyme. Onun özağımı kesip pişecek. Bunu bilmem Ay adlaka, bilesiz go bu intam deganni bir umr berib tugatamadigan askan. Men rost demasam shu odatki to'liq kursni o'qigan, biroq men hozir shu magistrlikda o'qimoqchi. Uni xeyli bo'ldi tayyorlik qilyapman. Sevirdin sen ma yaşga kelgan vaqtda magistrlikda o'qiyman deb avarimmi? Bir narsa o'rganmaysan da shu yerda. Gap, Nima bu? mağa gipen kalmazmıdı. Ha. O hazır sevirdin emez. Sevirdin'in dadısı demedik edemler mi okuvatır hazır mektepte? Nada? Nerede dedi? Dünyanın her kaç caylarında. Ötkende bir gizli görüp kaldım Fıkam. Ha. 90 yaşını aşkan bir adam doktorluk unvan yaptı cuma. Manda dana akamantiq sevirdin ko'zing be qiyir ko'rinib ketibdi bu. Ya hazır. Ma yaş bilimini yetmeyatı cuma. Rasmi. Ras. Ömür yetmeyatı da. Mening bilib intam bermadigan savodoshlarimning oldi 60 yosh. Endi mush ko'zanliq yomon qiyir ko'rinib ketgan o'xshayman. Bu bir umr ugunib o'tadigan jahon bo'lgandan keyin shu o'qishga bir xil qizg'inligimiz bo'lgandan keyin o'qayli dedik qo'y aka. Doğru desa Fıkam. Hazırmış dünya marip ya. Sizler bile biz tasavvur qilgandan bekara taraqqiy qilyapti cuma. Rost. Bu şu fikirlerim to'la bize gap tutmay. Mayada manda bir tirishchan inimiz mi bor? O'qish. Manda tirishchan inimiz Beijing ABU marifinin qurg'uvchisi, yoshlarimizni ulgisi bo'lgan Abduxabir Muhammad inimiz mi çayxonamiz kelib turibdi. ABU? Ya bu gapni baqwa? Bu ABU? iyisini anglamaydi mı? Biyo to'g'ri. ABU. Bo'ldi. Gam. Bu şu ABU degan nima gap bu? ABU ingliz so'zining qisqartmasi bo'lib, u ma'nosi asli ma'nosi All Best United. Ma'nosi hamda eng yaxshilarning ustalar orasining birikmasi degan gap. All Best United. To'g'ri. Yes. It's a fan, it's a bar, it's a bit of chai. Undan sonra Fıkam, bu şu çayxonamiz nima? Yaman isladimiz yig'ildi emasmi? ABU çayxonasida o'zgartirsak bo'g'day. ABU chai. ABU Tea House. To'g'ri. Chunki bu sizlarning musadiki eng usta. Best, you are the best. Musaning eng yaxshisi. Shunga yig'ildinglar. Endi sangli bo'ldi. Bilimlik fikrimiz tasdiqlanyapti. Hatto o'zgartirib. ABU chai. Fıkam, bayatim çaqchaqma qilib qo'ydik. Bu ABU deb bayatni bir tushuntirib o'tding. Mashin cho'rda bir bizga bir tushuncha bergan bo'lsang bir uqvosan. Shunday shu ABU nima ish qiladi? Mundaq bir anglab aqali. Bo'ldi.
ABU Marp asasqı 5 iş qıldı. Birinchidan, o'sha dunyodagi yaxshi maktablarning uchurlarini ta'minlash, ota-ona o'quvchi maktablarga. Ikkinchidan, o'sha tor ma'rifi, telefonlar bo'lsa, kompyuterlar bo'lsa, dunyoning har qanday yerda darslarni anglay oladi. Mayli matematik, fizik, ximiya, ingliz tili, fransuz tili, qanday darslar bo'lsa, telefonda anglay oladi. Üçüncüden hem de yazlık lager, qishliq lager o'quvchilarni bir xil ishkirdiki va bir qism yaxshi rayonlarga olib borib, bu yerdagi eng yangi ma'rif andizlarini birlikda ham faoliyat qilib, ham sayohat qilish orqali, lager faoliyati orqali o'rganish, do'st bo'lish. Ham to'rtinchidan yoshlarga igilik tiklash subsidiya va xizmat tepish subsidiyasini loyihalash. Hem en ahırkısı şu, musabaqa o'rlashtirish. Matematika, fizik, inglizcha har xil musobaqalarni yaqinda udullonqisi Jungo Munavvar o'quvchisi ingliz musobaqasini o'tkazdik. Xinjiangdagi eng chong ingliz musobaqa. Buningga Qashqar, Xotan, Urumchi hamma yerdan qatnashib inglizcha vaskarlari 3 yoshdan 40 yoshgacha hammadan qatnashdi. Unumi inta yaxshi bo'ldi. Mushu ABU qildiqashlar. ABU'ning qildiqashlari. Ha, Adlatcha. İsmi qisqa bo'lgan bilan qildig'ish bek uzun-kan ha. Shu endi ABU'ga qisqartmasiga ha. Qisqartmasi. Endi bu yerda yana bir ufq qoldigan bir muhim bir halqalar bor. Masalan, bayatning ukam siz dedingiz, torda yoki undidarda bevosita o'rganish mashg'uloti olib boriladi, shundaqmi? To'g'ri. Shunda dedingizmi? To'g'ri. Endi hozir nurg'ulg'a ota-onalarning bunda bir boshqa tinchiligi bor. Masalan, bolalar maktab o'qitimiz, dars bisimi ig'ir, berilgan topshiriqlar jiq. Endi uni hozir sinflardimi, yomon bolalarning soni ko'p. Bir o'qituvchi bolalarga yetishmaydi hisobda. Rost gap qilsa yetishmaydi. Endi bular nurg'un bolalarni oilaga kelgandan oila o'qituvchisini taklif qilib, bunda tarbiyalamasak, hazm qilib olmaydi bolalar. Ham ota-onalarning umumyuzlik madaniyat saviyasi o'xshamaydigan darajada hamda yaxshilarning bu biroz yaxshiroq hamda. Ba'zan ata-onalarniki saviyasi onun yetmeydi, yoki bo'lmasa xizmatniki aldirash tufayli bolalarga yetishmaydi. Mushunaqa ahvollarda, mushu tor yoki undidar orqali o'zining ba'zan kam bo'lgan darsning to'liqligini bilamdi. Albatta, yana bir siyasi nurg'ullar siz degandek aldirash, ba'zilar yoki xizmatda aldirash, o'rganishda maktabda aldirash, an qaytib kelib bir qism til shirkatlariga boradigan yana vaqt chiqmaydigan ishlar chiqib qoldi. Shu vaqtda lekin hozir bir statistika bor. Har bir odam shu telefonni kunda jiq ishlatganlar, hatto 15 soat az ishlatgan, men ishlatmadim deganlarmi 3-4 soat ishlatyapti. Eng az deganda har bir oilada. Shunday bo'lganda hozir to'g'ri yuzlanish hamda dunyoda nurg'un, masalan, mavzum Amerikada o'qigan, Amerikada nurg'un hatto bir mavsumlik darsnimi to'g'ri o'qiydiganlar bor. Mesela statistika bilimleri, kasırlık bilimleri, buğaltırlık bilimleri, meblag silish bilimleri, bir kısım yüzünün kesip mesela soğud etmeyi deyli. Hatta fizik derslerini mi torda okuyganlar var. Çünkü onun da filmlik çıkıdı, vecetlik çıkıdı, resimlik çıkıdı, xuddi malum okşay. Lekin onu fakat torda ötdi. Hem bunun bir yaxşiri qayt anlay alaysiz. Bazı malum bir qatım sözlerni tushunolmaysiz, malumni yanda o'qilinmaydi. O film geliqlik yoki ovoz geliqlik qayt qayerdan tushunmasınız 100 qatım, 1000 qatım, 10 qatım anglasangiz bo'ldi, vaqtingiz bo'lsa. Demak 3-4 soat ichida nurg'un yaxshi narsalarga ishlata olasiz. Qulaylik ham a'zolatga keltirish maqsad. Demak endi bayatın men so'ragan ba'zan bir masalalarni musharqiliq hal qilgan bo'lyapti. To'g'ri, ham to'g'rimi savol so'ray olasiz. Savolga yana shu zaman javob bergil bo'ldi. Savol so'rag'an bo'ladi. To'g'ri. Har bir soatning ko'p so'ralgan savollar, uningga har birisiga inchga unda bo'lsa bo'liqi yangi yuzini azroq qiliqi mashina muallimga o'xshab qoladi ekan. Bu bir yaxshi turgan. Unda bo'lsa yana bir masala, men hozir o'ylab qoldim. Oxirida har xil kasblarda yoki har xil darsliklarda imtihon o'rlashtirish, matematika bo'lsin, mayli ximiya, mayli inglizcha bo'lsin, bu bir yaxshi bir ish bo'ldi. Masalan, men bir san'atchi, haqiqiy san'atkor sahnada tavlandi-ku. Bo'liqi haqqancha biziliqi tövende mashq qilavergan bilan minglagan, 10 minglagan tomoshabinlarni oldiga chiqib, sahnada pishish u ajoyib cho'ng qozon u. Bu çünkü nimişki u yer o'ng'ay pishidi degan chog'da har bir o'tdagan minglagan, 10 minglagan tomoshabinning hammasi birdan muallimga o'xshaydi. Shu nomer qo'ydi biz. Masalan, Adil Mijitnat yaxshi artist desa, shu kun men imtihondan o'tdim.
hey deb mushtaq qilgan imtihon o'tamiga vaqtimcha. Bu hozir nurg'unlagan o'quvchi bolalar o'qiydi, hammasi o'qiydi. Ammo imtihondan qo'rqidi. Palon kun imtihonda. Piston kun menda birim olib bir ular tavlanmag'ashqa imtihonni qo'rqidan kutib. Bu bolalarni jonliq tarbiyalash kerak. Meningcha ukam sizniki bayatım imtihon o'rlashtiramiz degan bu bolalarni o'zini pishiqlashqa, tavlashqa, o'zining haqiqiy o'rganganlarini sahnada musobaqa orqali, do'stlik musobaqa orqali o'zining kuchini namoyon qilishga bir xil yaxshi sharoit hozirlab turdik deyman, shundaqmi? To'g'ri, biz yaqinda urishtirgan udullo'nqisi Jungo Minar o'quvchisi inglizcha musobaqasimi shundaq nayt ahamiyatli bo'ldi. Ota-onalar, bolalar, korxonchilarimiz qatnashdi. Buningda shu bolalarni biz 5 minut ichida bolaning saviyasini qandoqligini sinash, ya'ni 2 minut o'zining saviyasini sinash, 1 minut o'zining talanti, ya'ni naqsha usul talant orqali bir odam mukammal bo'lish uchun ham gap qila olish kerak, ham talanti bo'lish kerak, sahnadan qo'rqmaslik kerak. Chunki sahnadan qo'rqmaganlarga cho'ng sahna texmo hozir bo'ldi. Shunga biz mushna ahamiyatli musobaqa orqali ularga mushna cho'ng fursatlar aylash. Yana bir sakabay tormabdiq. Masalan, o'zlarimi mushu itotchilik, kulki chaqchaq, mushu nurg'un jihatda intayin talant qadam. Sizdagi odam balkim chiqdi yo chiqmaydi. Lekin sizlarmi bizning tor maktabimizga kirib dars o'tsizlar, o'quvchilar balkim miyada 100 odamga dars o'tsizlar, u yerda 10 ming, 100 ming odamga dars o'talaylar. Yiroq yerlarda turib, sizning darsingizni anglab, ular itotchilikning nima ekanligi, har kuni bilimingizni ularga bahrinib tura olasiz. Akira quloq. Biri Savrdim ukam, men ish topdim. Xotirjam pensiyaga chiqsam bo'lg'idi. to'g'ri. Shu yana bizga o'zingizga ish topdingiz. Bir yaxshi gap bor. Bilimni o'rgangandan keyin mayli qanday sadan uni chuqum taqtish kerak. Sizda qilib qolsa qilib qoladi. Chuqum uni bilimni taqtishimiz kerak. Nurg'ullar ilhom bo'ldi. Rahmat ukam. Abdulxabir Mehmet ukamman naati isil bir endizni o'ttirib chiqiribdi. Hozir bayatdim eng muhim bo'lgan mush ota-onalarning g'amini bir taraf qilish, bolalarning kim shu o'g'ilish masalasini hal qilish. Bay abay uni ya torda ya undidarda qo'yib o'rganganini bilamsam, hatto savol qo'yib, savolga javob mag'in bo'ldi ekan. Qayt qo'ygan o'tdi. Bu masalalar bir naati qatmali, ma'lumotga masalalarning birisi bu. Bu ota-onalarning bishag'riydigan. Bu meseleler var. Özümüzden ügengen bilimlerimizni deydiğen sorun, namayan kıldığan şarait, bombagallık için bunu epkit parımız için onu. Bunu aslında bilim diyenle epkitidiğen nersi emez. Bu kaldırıp koyduğun nersi. Bugün bu yani tarihi bir el olmayan bir meselene ben fikrimle el kıptı. Rahmet fikrim sizge. Rahmet. Bizning unurs o'quvchilarga doim leksiya va nurg'un faoliyatlar olib beramiz. Ularni igilik tiklash, hozir davlatimizmi igilik tiklash va yangilik yaratishga intayin qo'llayotdi. Chunki igilik tiklanganda, shirkatlar qurilganda davlatning ishsizliklar aziydi, davlatga bo'lgan bu tuhfa. Shunga biz o'quvchilarga igilik tiklash darslarini so'zlagan vaqtda birinchi deydigan gapimiz qaysi masala jamiyatga betaraf qilinmadi. Masalan, şunu bitirib qildilar, o iqtisod qaylindi, pul qaylindi, ham ahamiyat bo'ldi, ma'naviyat bo'ldi, ham hukumat qo'llaydi, ham narsa qo'llaydi. Ham iqtisodiy ham ma'naviy qimmat yaratdi. Masalan deylik, sizlar gazir chiqish qamroqmi? Albatta hammamiz amroq. Gazir chaqqash telefonda film ko'rishga amroq, shunami? Gazir chaqqash telefonda paranglashqa hatto. Gazir ashna amroq, xuddi choyxonlarda. Qanday qilib gazir chiqish bilan film ko'rishni birlashtirgili bo'ldi. Sulyo xaltiga gazirni qo'yib, andan keyin chaqsangli qasma qo'yib ketgan, o telefon tutsang, telefonning yuzi qasma qo'yib ketgan, uni qayta yumsang, bir xil avarchilik. Mush masalani betaraf qilgan ishkirda bir o'quvchimiz hozir shuna bir yumaloq bir narsasida. U hatto biz o'ylagandimmi texnoloji qo'ylab, to'pisga gazir qo'ydi o yumaloq narsaning. Ostiga axlatini qo'yg'il bo'ldi. An yumaloq gazir qo'ygan narsaning keyniga İki yan tarafında tüşük var. Her qanday telefonni to'g'rilab mas qo'yg'il bo'ldi. Demak, ish qulangli beka. Gazirini chaqislar, ostiga axlatini qo'ysizlar, filmni qo'yib verildi. Birisini 12 taldan satdi, bir oqshamda 100 ming tal setildi. Bir oqsham 1 million. Shuningdek o'quvchilarga deydiganimiz
Herkesilki, o kılıdığan iş kalmadı emas, cemiyette nurgun mesele var. Mesela bugün dedik, Adil akımız özünün bilimini tor arqılıq, mesela qanda bilimini, itoçilik sahasındaki bilimini yetkizimiz. Huzurlandı, bilimini qanda alımız, ve tor arqılıq hal qıldıq. Şuna yana şuna gazet yaxşı, qanda mesele var, şunu bir taraf qilishni to'xtama o'ylasak, u iqtisod qimmat yaratıdı. Şoň oquvchilar igilik yaratganlar, birinchi dars qanda pul topimi, avo ishxonani u masala emas. Nima masala bor hozir? Uni qanda bitirab qilamiz. Ashni bitirab qilish usulini topsanglar, u cho'ng savdoga aylandi. Abdixabir ukamiz nəhayət isil gaplarni qilib berdi. O'zi gerçi bizning Şinjan kelpin naimizde to'lib cho'ng'igan bo'lsa-mu, yaxshi natijalar bilan Beijingdagi Luxa o'tir maktabini o'qib, u yerdan Amerikaga chiqib o'qib, anikin qaytib kelib Beijingdagi bizning markazimizdan nəhayət oliy bilim yurtimizda uyg'unib kelgachga bizga nəhayət o'z yosh kichik bo'lsa-mu, ilg'or narsalarni deb beryapti. To'g'ri deydi. Bu yo'l tugamaydi. Faqat mang'ichilarga mansubchi. O'zimiz mangmay turib yo'l tugab ketdi desak bo'lmaydi. Bu bilim deganda bir odamning umriga bek qisqa kelgan, bir tarixmi qisqa kelgan. Bir insonning umri bek qisqamdi. Agar bu bilimlar ugandigan bilim tugab ketgan bo'lsa, qildigan ish tugab ketgan bo'lsa, dunyo miqyosida davlatimiz bilan nurg'un mablag' ajratib, mushundaq eng ulug'var bo'lgan bir balvoq bir yo'l strategiyasi, mushundaq isil bir yo'linish, mushundaq bir taraqqiyot nishonini o'tirib qo'ymagan bo'ladi. Bu o'qishlar tamam bo'lib ketgan bo'lsa, Beijing universitetini golistib o'ynaydigan, Şinjan universitetini futbol o'ynaydigan maydonga o'zgartirasin bo'lardi. Hozir undaq ish mavjud emas. Bu oliy maktablarning o'quvchilarning soni kundan-kun ko'payyapti. Maktablar kundan-kunga zo'rayapti. Nerede nima tugab ketdi? Bizga bilim tiri yetmasa, uni qopab bizni ishib ketdi. İşler azayıp ketdi. Endi bu maktab bitasak nima ish qilamiz deyman. Bu benim hayatım Abdixabir ukamiz nəhayət yaxşı qilib. Bu dünyada işini tugatkilmaydi. Faqat siz kalla qatırsanız, şunun aqlınızı işlətsəniz, mağsanızı bağınız. Bundan keyin hamda şu inimiz degandek biz aql idrokimizni nəhayət yaxşı namoyon qilsak, menimcha qiladigan ishni qitma tugatamasligimiz mumkin. Shundaqmi? Rahmat. Abdixabir ukam, sizning bayatdan sizin qisqa tarixiniz biz şu materiallar asasen görüp bilib olgan bo'lishqa men o'zimni deb o'tib ketdim. Lekin yana azroq shuni bilgim keldi. Siz shu yerlarda o'qib, qandaq qilib Beijingda o'qib o'tdingiz, qandaq o'tgandingiz? Undan keyin qandaq o'qish hayotingizni boshlab ketdingiz? Bo'ldi. Men Aqsuy kelpin tug'ilgan. O'zingiz bilasiz, kelpinda yaxshi o'qimsak dehqon bo'lamiz. To'g'ri, dehqonlar ulug' xalq, lekin bizning dehqon bo'g'imiz yo'q. Shunga hammamiz maktabda yaxshi o'qishimiz kerak. Shunga biz chuqur yangi fursatlarni izlaymiz. Mayli kichik noilniki o'tir maktabda bo'lsin, kelpinni o'zinglar bilasizlar, bak oddiy. Aqsudan mashina haydab 2 soat mansanglar, etiz va bir ko'l va bir ikki maktab va kelpin shu shunchlikli. Lekin shu yerda turaversak, hech qanday fursat, sahna, hatto bugungi sahnada hech qanday sahna u yerda yo'q. Shunga biz chuqur yuqoriga intilamiz. Albatta hukumatimiz shu vaqtda nəhayət yaxshi siyosatni qildi. Intay rahmat aytamiz. Mana ishkirda o'tir maktablarni o'qish fursatlarini yaratdi. Lekin bunga intayin yaxshi intamlardan to'liq yuqorini berilib o'tishimiz kerak. Atamning kichikimizda degan tug'ilganda salomat tug'ilishing, ko'z quloq, put quloq saq. Sen eng cho'ng baxting, qolgan barliq tirishchilikni ikki quloqda erishishing kerak degan. Shunga shu gap bilan nəhayət tirishib o'qidik. Har bir yerdan, Aqsudan, Qashqardan, hamma yerdan 10dan 5dan tanlab necha ming boldan mesela bizni Beijing Luxa o'tir maktabiga tanlabdi. Maktab shunday chiroyli, men berib bayram qolgan bu bog'chimi yo maktabmi desak, maktabda tematdek bilan arama bilib, mangdiga o'xshaymiz deb turgan maktabga. U ras maktabimizga. Kim berib baqsanglar bo'ldi, intayin chiroyli maktab. Lekin bag'anda bir masala yo'liqdim. Masalan, men Aqsuning kelpinim shunda oldin qatorda bo'lib badim deb o'yladim danglar. Lekin bağan bilan u yerda har bir yerning nochilari u yerga yig'ilgan ekan. Masalan, Qashqarning nochisi, Yakan nochisi, Urumchi nochisi degandek. Demak, 130 Şinjanlik o'quvchi, ya'ni necha ming shu Beijinglik o'quvchilar birga o'qiydi ekanmiz. Shundan men Uyg'ur Şinjandan kelgan o'quvchilar orasida 120 o'quvchida 78-8 o'rin turdi ekanman.
Men Xanzu o'quvchilar, shu yerdagi o'quvchilarning orasida 58 ekanman. Sinfda 60 o'quvchi bor, chunki A2 78 ning keyindagi ikkikan. Bo'lmasa 60-yil ekanman. Shunlar o'zimga aytib bir savol keldi. Bu nima shop ketdi? Men shunda alochi bo'lib keldim desam, bu quyruq qo'yib qoldim-ku deb. Albatta men quyruq qo'yib qolg'im yo'q. O'zimning qalbi har bir o'quvchiga deydiganim, qalbingda cho'qim o'zingning o'rnini cho'qim belgilashing kerak. Masalan, agar pul tepish to'g'riliq desanglar agar, men cho'qim cho'ng pul topalayga odam aylana olaymi, men ma turmushga erisha olaymi desanglar, cho'qim bir kun erishsizlar. Agar u kalla u xiyolmi kirmasa, hargiz o turmushga bera olmaydi. Maktabda shunday. Men cho'qim birinchi bo'la olaymi, ikkinchi bo'la olaymi degan ideya kirganda, anandan keyin sizlar 2, 3, 5-ga an aylana olaysizlar. Sho'ng men o'zimga dedim, men hargiz 58-chi olmayman, men cho'qim birinchi bo'laman. Birinchi bo'lish uchun albatta har qanday odam bir narsaga erishish uchun tirishishing kerak. Gap intayin oddiy. Bir narsaga erishish uchun intayin tirishishing kerak. Sho'ng men birinchi bo'lish uchun men qanday qilishim kerak? Uxlayotganda o'rganish qilishim kerak. Diqqat qildim, 9 da dars var ekan, 6 da qopsam, 6 dan 9gacha 3 soat vaqtim bor. Tushda 12 dan 2gacha 2 soat vaqtim bor. Tushdan keyin kechki muzokara 8 da boshlansa, 5 dan 8gacha 3 soat vaqtim bor. Kech chiraq 11:30 da o'chsa, 10 dan 11:30gacha 1,5 soat vaqtim bor. Demak, ya telefon o'ynab, ya buni qilib, ya uning bilan muhabbatlashib, paranglashib, bir nima qildigan vaqtlarda men hisoblasam, kunda men boshqa o'quvchilardan 7-8 soat vaqtim ne işlesem, eğer bir yılga köpeysem, demek bir yılda az degende 2000 saat, 3 yılga köpeysem, 6000 saat vaqtim başqalardan jiq o'rganish qilganman. Dunyoda herkes tug'ma talant adam yo'q. Faqat o'rganish qilmaydigan odam bor. Eğer siz tirishib beqing 6000 saat bir narsani tadqiq beqing. Mayli maktabda bo'lsin, dars bo'lsin, başqalardan jiq 6000 saat. Siz bu ishdan keyin mutaxassis bo'lib bo'lasiz. Demak men 3 yildan keyin Tuluq o'tirning 2-yillik chiqqanda, albatta 1-yillikda tayyorlik o'qiymiz. Demak, Tuluq o'tirning 2-yillik chiqqanda mushundaq 7-8 soat vaqtni har kuni, albatta boshqalar o'rganish qilayotgan, maktabda o'qiyotgan sinfda menmi bor, men manglayman. Mening demoqchi o'g'lim, xalqlar o'quvchilar ishlatmaydigan vaqtlarni ishlasak, ularni eshitib ekanmiz. Demak, men Tuluq o'tirning 2-yillik chiqqanda inglizchada 150 numaradan 141 numara oldim, matematika 150 numaradan 138 numara aldım, fizik, ximiya 100 numaradan 95dan 98dan tushmadim. Demak, men birinchi bo'lib bo'libman. Uyg'ur, Xanzu barliq o'quvchilarning orasida men birinchi ekanman. Maktabda mening rasmlarim choplab bo'libdi. Hatto Tangirtog' to'rlari har xil to'rlardan kelib, ziyoratlarni qilib, u narsalarni sizlar taklif qilmasanglarmi, sizlar bir masalan tirishib bir narsaga erishgandik, u narsalar o'zligidan keldi ekan. Shunga o'quvchilar hargiz televizorga chiqishga, u yerga chiqishga emas, o'zingning asosini puxta qilib, shu yerga borsanglar, sizlarga nurg'on fursatlar keldi. Shunga mening birinchi bo'lishim hargiz men tug'ma talant qo'yib qolgan yoki men rostla intamida men o'rganish qilishga, to'xtamay o'rganish qilishga, xalqdan boshqa o'quvchilardan 6000 soat, 8000 soat vaqtimni başqalardan jiq ishlatgan bo'lg'ashqa men birinchi bo'la oldim. Agar sizlar birinchi bo'lmoqchi bo'lsanglar, hozirmi shunda? Mayli sizlar shirkat ishlanglar yoki maktabda o'qinglar, nima ish qilinglar, sizlar agar boshqalardan jiq vaqtingizni shu ishingizga tadqiqot qilib bo'lsanglar, 2 yildan keyin balkim sizlar shu idora shirkatga eng kuchli odam bo'lasizlar. Eğer onda qilmasanglar, inshaallohsizlar bekatdi. Shunga har bir o'quvchida shuna bir o'zligidan o'rganish, birinchi bo'lishga yoki o'rnini belgilashga bir ko'ngilda sam bo'lsa yaxshigina olaydi. Ammo Amerikadagi o'qiganimni qisqa qilib desam, hammanglar universitet o'qiyapsizlar. Ba'zilar o'qigan. Nurg'ullar universitetini 4 yilda, 5 yilda, hatto 6 yilda tamomlaganlar bor. Men universitetni 3 yilda tamomlagan, 3 yilga yetmagan vaqtda. Demak, bir og'iz gapimdan mening Amerikada qanchalik tirishib o'qiganimni his qilishing kerak. Asli qanchalik maktabga u? Amerikada har qanday maktab odatda 4 yil, 4,5 yil bo'ldi. Uni Amerikada o'qitish kim bo'ladimi? Amerikada nomer bo'yicha bitirdi. Masalan, o'qish bitirib bo'lguncha 136 yoki 140 nomer degandek, odatda masalan ma kasrlik bilimi deydi, u 4 nomerlik bo'ldi. Credit deymiz inglizcha. Credit degan nomer. Masalan, madars 4 nomer, madars 4 nomer degandek. Şoň bir mavsumda agar siz 3 dars o'qisangiz,
2 mavsumda 6 ders oldu man. Demek siz 6'ın 4 köpeysanız 24 ders. Demek siz 24'ünü 4 yıl köpeysanız neçe oldu? Aran 90 neçe oldu ma? Demek tutmaydı. Yana bir yıl koşsanız ana o 130'ını eliş için yana 5 yıl etti ma. Lekin ben bir mavsumda hatta en tırışqa vaqtlarımda bir mavsumda 28 numurluq ders algan. Demek bir yılda 56 numurluq. Haq 2 yılda oquydigan dersini men bir yılda. Bunu qilish uchun cho'qim shu darsdagi natijangiz 90dan tushmasi kerak. Shunga o'quvchilarning kelqam. Intayin tirishib o'qishni umid qilaman. Boshqa. Rahmat. Chunki Amerikada bir gap bor. Har bir o'quvchini shirkatlar qabul qilgan vaqtda ularning o'rganish natijasi qaraydi. Hatto hozir bizning shirkatning o'rganish natijasi qaraymiz bir o'quvchini qabul qilishdan burun. Nima ish qilsanglar? Masalan, balkim bu shirkatda balkim o'zingizning kasb to'g'riliq ish qilmasligingiz mumkin. Lekin bir odamning o'rganishi yaxshiligining ma'nosi u yangi bilimni qabul qilish iqtidorining yuqorligini bildirdi. Masalan, bir o'quvchi o'rganish yaxshi o'quvchi bo'lsa, uni shirkatga yoki bir idoraga taklif qilsa-mu, yangi narsani o'rgatsakmi, u tez surat qabul qilib, kunib ishlayishni boshlab bo'la oladi. Yaxshi o'qimagan o'quvchini qancha tarbiyalagan sari uzun vaqt ketadi. Ham odatda gapni udul qilsak, o'rganish yaxshi o'qimagan o'quvchilar og'rinish jamiyatdan, ota-onadan, sirtdan og'rinilganda jiqroq chiqadi. Muşu 4 yıl, 5 yıl okuyduğun, yakımsı 1 yılda 20 numar il alıdığın normal bir üniversitede siz 56 numaralarını hep okusuz. Menimce şu yerlik Amerikalık adamlar mı bundak okuş natayın da olayım hemen. Bundak okuğandıkken siz çok ali yukarı numaralarla neticelerle okudunuz, bitirdiniz mektebini. Elbette sizge şu Amerika'nın yerlik oraları mı ihtiyaclık bundak adamlarga. Sizge akçan nurgulluğun Amerikalarda qap qilish, şu ishlash fursatlarim kelgan bo'g'iydi. Albatta. Men Amerikada o'qiyotgan mezgilda New Yorkda xalq hukumatida ishki taftish xizmatida yapadim. Meni bir necha ming o'quvchilardan faqat 30 tanlaydi. Bununla faqat men New Yorkda o'qigan, faqat New York emas, California, Hawaii hamma rayonlardan. Xuddi masalan Urumchida ishlasam, Urumchiga bu xizmatga shu Urumchi emas, Stranddan, Shandongdan hamma yerdan yig'ib tanlagandek, shu necha ming odamdan 30 mamlakat bo'yicha, Amerika mamlakat bo'yicha 30 odam tanlaydi. Bir qatim 100 turan imtihon, 2 qatim yozmachi imtihon, 3 qatim, 4 qatim, 5-chi qatimda qabul qildi. Vaqti maoshim $5000 edi. Lekin endi meni qivatqa yerda nima ish qildingiz desak, shu qaysi doktorxona, hukumatning doktorxonasi oqmidi, iqtisodiy ahvol tuvan, uni taqash, qaysi idoraning maoshlari yuqori bo'lib ketdi yo tuvan bo'lib qoldi, uni tengshash deganda xizmatlar. Shundoq. To'xtab turam. Bizning zihnimizni bag'asir yutib berasiz. Aslında qatma-qat imtihonlardan o'tib, butun mamlakat bo'yicha imtihondan o'tib shu yerga kirdingiz. $5000 maaş degan hamda bizning hozirgi 35 ming. Tijoratchilarni anglaylar, korxonachilarni. Qancha olib ketdi bizning xalq? O'ma oz pul emas, oz pul emas. Ashundaq yaxshi sharoit, ashundaq yaxshi bir iqtisod unum turib, siz qanday qilib vatanimizga qaytib kelib ishlashni to'g'ri deb qoldingiz? Birinchidan men Shinjonlik, men Jungoliq. Mayli men chet elda qanday bilimli ko'p ketay, mayli qanday bir narsaga aylanay, men yana shu davlat uchun xizmat qilaman. Men o'zimning vatani uchun hech qanday narsani qilmayman. Hatto masalan deyli, miyada manasa, ya'ni axlat olsun, yerga tushib ketdi deyli. Agar men chet el turib olib, davlatimizni pokiz qilishimiz kerak, vatanimiz pokiz turishi kerak desam, miyada uchib chiqib qolmaydi. Men qaytib kelib, axlatni ilib, miyaga qo'yib, ratliganda miya pokiz bo'ladi. Bek men miyada bo'lishim kerak. Ameliyat lazım. Ameliyat. Bizga gapdan ameliyat lazım. Yana birisi davlatimizga ixtisoslilari intayin kam. Mayli fizik sohasida bo'lsin, ma'rif sohasida bo'lsin, hatto itotchilik sohasida, mayli film ishlash sohasida, har qanday sohadan ixtisoslilari intayin kam. Bular hammamiz chetda turib olsak, davlatimiz taraqqiy qilmaydi. Yana birisi hamda bilimni meningcha dunyoning nari ko'rib olsak bo'ldi. Lekin o'quvchilarning mayli Amerikada o'qinglar, Angliyada o'qinglar, Koreyada o'qinglar, Yaponiyada o'qinglar, bilimni elanglar, cho'qim qaytib kelib davlat ichida ishlashni umid qilaman. Davlatimizning hozir
chet elda o'qib qaytib kelganlarga igidikliklar supsi, ularga berdigan iqtisodiy va hatto sharoitlarni, hatto nopus o'rlashtirish, bolalarni o'qitish nurg'un jihatlarda yaxshi fursatlarni davlatimiz hozirlayotdi. Qaytib kelib davlatimizga to'p qo'shishni umid qilyotdi. Shunga o'quvchilarning bilimni olinglar, to'g'ri. Bu bilimni har qanday asli bo'ladi. Lekin qaytib kelishinglarni albatta chin dilimdan umid qilaman. Möhtər aka. Xo'sh. Bugun çayxanamızga ajoyib qiziqarli yumor so'zlaydigan bir inimiz keldi. Shundami? O'shanimizning qiziqarli yumorlarini anglab birda xushal quran birdan kulishgash o'tamamdi. Shunda qiling. Unda olsa çayxanamızdan çaylarını içip huzurlanğaç, bu qiziq gapdan bir huzurlandik. Mayli. Ma'qul shunday qilaylik. Xo'sh kelibsiz, marhamat. Anda was men bir yumordan bir ish kuchini so'zlab beray. Ma'qul. Bu alomat poch bir pashi vakanda o'ngsiga qarma yo'l yetdi bu. Yana bir pashi kelibdi, yeniga. Qil kelgankin. O adash, nim yetib oldim bu yerda. Shikotag'ida, jimotag'ina. O adash gap qilar nim yetib oldi. Poch vagandiki bu. Jimotda deyma, pulni keldiga vaqt bo'lib qoldi. Fitlivitimiz ana dedik. Allah rahmat. Hozir endi zamon taraqqi ketdi, yangi texnikalar chiqib ketdi. Mush odamniki kallasiniki iqtidorini sinaydigan bir uskun chiqdi dedi. Shundan bu 3-4 o'quvchi sinab baqilda berdi-da. Birinchi o'quvchi kallasini shunda alam sapti ekan, alaqa uskuna deb birtgancha uni. 85%, 85%. Degandiki shunda nima deb 3-chi o'quv shunda alam sapti. Sağandekin jim. Shunda qayt sapti ekan 67%. 67%. Degandiki uvma deb qilib 3-chi bir o'quvchi sapti kallasini. Shunda sağandekin hech bir sada yo'q. Kallasi shunda silib ketib, yana bir sada yo'q. Oxir kallasi shunda bir sapti ekan. Kechiring, bu yerga ko'tak tiqishqi bo'lmaydi dedi. Burun shu podshoh bir odam o'lim jazosi hukm qildi-da. Uniki oldin qatim qilgan yaxshi ishlarni ko'z tutib so'rabdi. Senga o'lim jazo qildim, lekin shu qanday o'lishni o'zing tanla degandikin, unda turib ketib, unda o'sma qirib o'lay dedik. Shu 5 yil burun Isamkamdan biraylar so'rabdi, shu qo'ltiq bag'anni ko'rishay deb hamda. So'ragandiki, Isamkam necha kirganlar? 64 ga. Degandikin, deb shundan 5 yil degan sayat berib qatib edim. Mash edamlar bir ko'rishib ketay deb. Isamkam necha kirganlar bu yil? Des. 64 ga bo'lam. Voy Isamkam 5 yil burun kelib so'rsam 64 deyaptiniz, yana 64 emas. O'g'al ol degan gapida turda dedik. Adil aka, men bu inimizning bayatdan bir tirishchanlik ko'rsatib, so'zlagan yumorlarni anglab, mana azroq bir ilhom madadlar kelyapti. Men bir 3-4 ni deb beraymi? Ha, olaylar. O'sha bir Ko'chaptuzda bir mo'may chiqibdi-da, Ko'chaptuzga chiqib qarasa, quloqlarga halqa esib olgan, uzun choch qo'yib olgan bir bola iliq tutqishni tutib, ustiga qarab turibdi ekan. Shundan mo'may chiqib, "Voy, balam oyangroq bir surilgidan men patmay qoldim." Debdi-ku, qarab gap qiling, "Achami qiz bola emasman" debdi-kan. Do ustiga burun qarab, "Voy, balam mush yoshgacha ayg tegmay tul qoldingmi?" degan. Bir adash kech vaqti uyda ko'z og'rib ketib, ko'ziga temitadigan dorini shunda o ko'zini cho'ng ichibla ko'ziga dorini temitibdi. Qarasa ko'z yeshilmay ko'mapti-da. "Voy xotin! Voy xotin! Voy xotin, nadisan? Voy men qanday qilaman? Mening ko'zim ko'rib qoldi, endi ko'msam qanday qilaman?" debdi. "Voy, nimanda yuragingizning tayini yo'q odamsiz, tok o'chganga vaqirgan borma" dedi. Shundan bir akimizning bir kuni tuyuqsizlan qattiq tishining chag'iriq qo'zg'alib ketibdi. "Voychim, endi qanday qilaman? Voychim" debdi-kan. Ayol qiyshiq kelib, "Voy, erim og'zingizni cho'ngroq bir ichinga" debdi-kan. "Voy, muborak bo'lsin, sizga aql chiqibdi, muborak bo'lsin" desa, "Xapch, bir nacharlik qilding-da" debdi-ku. "Nima deb bu tishingizni tillaysiz?" Maçning sen bilan to'y qilishdan burun chiqmaganiga chiqim kelyapti-da. Ma bir o'qituvchi naytimi dut bir o'quvchidan savol so'rab qoldi ekanda. Shuning bilan o'ng qo'lingni ko'tara debdi-kan, jimla.
Sol kulağını götüre dese cimli. Sen ma 3. yıllık çıktın hazır nemanda 4 okuğucu sen. Nime ma mören ustadaki nime o dese. Baş muallim. Ötki nime kıldığın baş o? Siz şevki giydiğin baş dedi abi. Şunu öyle ma o bir daraxtning şixida göç işlep turgan qog'idan qo'siq ichib o'lay deb qolgan bir tulki kelib qanday qilsam ashuni ig'izlik go'shtni olaman deb uni gap qilmoqchi bo'lib qaga seni mush qashqar xalq naqshlarini bak yaxshi aytdi deydi-ku bir naqsh aytib berar debdi ekan iliq qaga og'izdagi go'shtni qo'ltig'iga qisib qo'yiblar sen meni ilpadagi qaga deb qolganmidding men degan otushli qaga jumadiki deb bir Mumbai taksiga o'tirib qoldi. Taksiga o'tirib, uyining oldiga kelgan vaqtda ilqi pul hisoblag'ich apparatdan 20 so'm chiqibdi ekan. Shuning bilan 10 koy pulni beriblar tushib ketibdi shofir. Acha bu 20 koy chiqsa 10 koy verdingiz desam. Voy balam, men mashina ikkimiz tam o'ltag'andi emas dedi. Ya yaxshi Sonra bo'ldi. bir kun men o Savirning radio stansiyasida riyosatchilik qildi emasmi bu? Riyosatchilik qilib tursa, tuyuqsiz bir telefon kelib qoldi uningga. Jir telefon urgankin Savirning. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nim telefoningiz bor? Degan, "Voy, siz Savirningmanmi?" Men Savirningman. Qanday nim telefoningiz bor dedi. Men mush bir portmal tepib olgandim, qarang. Voy, yaxshi, portmalni egisiga qaytirib beray deb qopsiz-da. Voy, yaqay men mush xushalligimda bir naqsh talab qilay degan dedi. Tünögün koçuda ketibasam bir palçı uçurab qaldı aldım bu. Voy, men degan andaq palçı, mandaq palçı, men aşı ömrünüzdeki tug'ilgan vaqtingizdagi ishdan tatib, esingiz yo'q ishdan tatib, hammani deb birma. Hatto kelgusida qanday kunlarni ko'rsiz, qanday vaqt o'lisiz, shundan boshlab men hammani deb biralayman. Degan voy, bu haqiqatan yomon palçı ekan bu deb. Da qarab o'tib ketsam, meni palsag'izga o'xshaydi deb chaqirib egildi. Voy, siz hammani deb biralamsiz, desam deb birma dedi. Andas Adilmijitning uyining Wi-Fi'ning maxfiy nomerini deb o'tadi. Mana bir to'y qilish oldi turgan ayoldan so'rabdi. So'yimligim, sen bilan ikkimiz to'y qilgandan keyin oilada nim bo'lg'in va? Zungtung olamsa yoki muavin zungtung olamsa debdi-ki ayoli. Voy, men oncha bilan maqtadimsizmi bo'ldi, men moliya ministri bo'lsam bo'ldi dedi. Şunu bilan birisi mendan Abdug'ni aka, shu bir asr qancha yil bo'ldi deydi. Bir asrma desam deydi. Tasvirlab maqol yozsang, nasr ketava. Butun sanni parchalasang, kasr ketava. Bir yilni 4 ga bo'lsang, fasl ketava. Yillar 100 ga yetsa, asr ketava dedi. Desem, shu dunyoda nima ushloq dedi, saqalim ushloq desam, yo'q yaqin menga saqalmi ushloq bo'lamdi dedi. Albatta ushloq bo'ladi-da, qili yuzingni teshib chiqqandan keyin. Şunu yani bir kopup siz hazır kadar birer kız oğlu jürip bakan mı dedi, jügen desem, qanday jügen dedi, bizden iş kaldığını kasap tukanıcı, bildi jügen dedi. Rahmet. Alamet Feyzon vacıma aldık yine. Rahmet adaş. Yamak kısmette ha. Yo, bunun bunda kızı şöp ketken ben fakat oylap bakmak. Biraz okuv atıdı bu çıkım. Ya tigi kızlıkça emas mı? Ya jukte. Jukte. Ha, Möhtör aka. Hoş. Moji yaqında deyman, menga bir narsa uchrab qoldi qarang. Nimde deyim? Nim uchrab qoldi? Moji İyi uchrab qolmagan. iyi uchrab qolmasa o'zini nadi ko'ra o'qitdim menga. Moji 100 yildan ortiq saqlangan bir dutta uchrab qolyapti. Deydi, mavo. Bu 100 yıl olganda qilmaydi o dutturun. Yo'q, o uyda o dutta, ma dutta qo'y, shu mishaning zinnati qo'y. Shuning bilan o duttani ancha-muncha chilib yurib, soz qilib yurib, shu qo'shni qo'lonlarimiz duttacha ancha-muncha o'ylalardi chilib yurib, qo'lam kelib qoldi danga. Ancha-muncha uygandim men bu aşağı. Yaman qilishlar ekan Jumamani. Ikkala diqqat qilmasak, ikkimizdan gapni o'zida bilib yolg'iz ocham. Tirishaylik Juma. Ya biz mi tirishlar aka? Tirishsak cho'qim umid bor bizda. To'g'ri. Shunga deyman. O'sha Savirdan anglasam hozir. Ancha-muncha duttani alama chaldi deb anglab qoldim. Mayli ko'ylarda chep jurganni anglagan. Da so'rladi.
Ya hazır çoğun sorularını çaldan kütüptü. Oy ay ay ay. Ya adaş lekin acayip peyzimacıma. Bu ötkende gulcu meşerbet tutacağın gap ha. Meşerepti tuttu. Bu şu derece yapal. Fıkan bir çapamam. Birisi Bir gideyim lan. çapasın. Bir çapasın. Bana da ondak olsa mı şu çayxana ahliga bugün şundak aziz mehmonlarımız kepti. Her qaysalarını hürmetiga bilishimcha bir naqshini. Mehmonlarni xo'sh qila olsang izab shundami? Bo'ldi. Huzurlarga. Ben Allah'a yetip geldim. Melenge uçup okta. Ben Allah'a yetip geldim. Melenge uçup okta. Xat mı yazmadın yarim, caney kağız kalbim yoktu. Xat mı yazmadın yarim, caney kağız kalbim yoktu. Xat bilen salam deydi Xaqның yalırı künde Xat bilen salam deydi Xaqның yalırı künde Hiç kimden uçarım yok Caney izlep barmen günde Hiç kimden uçarım yok Caney izlep barmen günde Yazның 20 ketdi Yana yazgıça kim var Yana yazgıça kim var Xat yazmay üzen kelgin Caney xetin kelgice kim var Xat yazmay üzen kelgin Caney xetin kelgice kim var Xat yazmay üzen kelgin Caney xetin kelgice kim var Xetin kelgice kim var Rahmet. Severdim ki Rahmet, pulunu rahmet. dertlemişsin cima. Rahmet. Burun bizning çayxanamızga onu bunu dep bakıdığanlar kep duratdı. Şundak. Bugün hiç kandak usul uğuşmaydigan bir usul oynaydigan bir jigit kepti. Oy John. Şunda mı? Kını o ciger? Bu jigit bolsa Korallık kısım Şinjan Başetirti Siyasi Bölüm Senat Ömürü'nün yaş talantlılık usulçusu Turguncan buldu. Oy Turguncan. Assalamu alaikum çayxana ahli. Kemine Turguncan hocaplıqlardan sizlarga ultuq salam. Men bugun sizlarga davlatimizning yani madaniy merosi bo'lgan Sichuan teatri, yani Sichuan teatr yüz almashtirish o'yinini olib keldim. Baharlangaysizlar. Allah'ına.
新鲜。脑后一转，面孔逐渐出现，眼睛一眨，我顺其成全，名扬四海，赞叹成绩点点，绝妙精彩，更替他传来四川。变变看看他，急如风，快如电，快如电。看，变变变，好潇洒，好浪漫。说是不知，那是不瞒，男子不会，会这不难。3岁背上近看，前看后看，近看慢看，左看右看，上看下看，环看四看，硬是好耍又新鲜。脑壳一转，面孔说变就变，眼睛一眨，我顺其成全，名扬四海，赞叹成绩点点，绝妙精彩，更替他传来四川。变变变变变变中国之城皇帝亲自来，中国英雄豪杰气腾现，中国8叔儿女同心肝，中国中华民族气象万千，艳阳天，万紫千红百花园。Voy rahmat, Rahmat. Bugün içken çaylarının markası ba sırdışım. Oppo telefon qollagan lillamı ba non yedin. Kiyimlerimiz bek isil, mötüver baş egimnin. Yumur çaqçaq anlangla bu çayxana sizlarning. Nazife çaynaklarida demlengen tatlıq çaylarını içkinglar kelsa. Çayxanamızdaki ekmek paranlarını anlığınla kesse. Çayxanımızın ışığı sizler üçün her vakit uçuk. Kiler hep görseyli. Hayır hoş.